Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli o'quvchilar, hurmatli ustozlar. Ochib berish uchun so'z navbatini ustozimiz Erkin aka Berdiyevga beramiz. Assalomu alaykum hamkasblar, aziz o'quvchilar. Mana bugungi bayram bilan barchalaringizni tabriklaymiz. Sizlarga sog'lik, omonlik tilaymiz. Bugun 13-umumiy o'rta ta'lim maktabi jamoasi yangi yil bayramini nishonlayapti. Shu yangi yil bayrami yaxshi o'tsin, muvaffaqiyatli o'tish uchun har bir ota-onaga, har bir farzandlarning o'ziga bog'liq. Mana juda chiroyli, juda ko'rkam qilib bayramlarni tayyorgarlik ko'ryapti. Shuning uchun ham yana bir bor barchalaringizni yangi yil bilan tabriklaymiz. 13-umumiy o'rta ta'lim maktab jamoasining bugungi bayram nishonlayotganligi munosabati bilan barchalaringizni shu ochiq deb e'lon qilaman. Sizlarga sog'lik, omonlik, muvaffaqiyat tilayman. Yana bir bor sizlarni bayram bilan tabriklayman. Rahmat ustoz sizga ham. Bu yilgi o'quv yilida yarim yil o'tib bo'ldi. Mana shu yarim yilda samarali mehnatlari uchun, a'lo baholari uchun o'quvchilarni, o'qituvchilarni taqdirlash an'ana tusiga kirib qolgan. Hozir a'lo baholar va namunali xulqi uchun o'quvchilarni, yana yutuqlarga erishgan o'quvchilarni tabriklab olamiz. Birinchi A sinf o'quvchisi Jumanazarova Diyora maktabda a'lo baholarga o'qiganligi va nominali xulqi uchun yangi yil bayrami munosabati bilan ushbu faxriy yorliq bilan mukofotlanadi. Jumanazarova Diyora. Xuddi shuningdek, birinchi B sinf o'quvchisi Ro'zimurodov Sunnatbek taqdirlanadi. Norqobilova Asaloy taqdirlanadi. Birinchi D sinfdan. Birinchi E sinfdan Mama Yusupova Lola taqdirlanadi. Ikkinchi A sinf Xo'shmurodova Lola. Ikkinchi B sinf o'quvchisi Sherqobilov Abubakir. Sinf rahbarlar hushyor bo'lasiz. Sinflar tartibli ketma-ketlik asosida ketgan. Ogohlantirib turing o'quvchingizni. Ikkinchi D sinf o'quvchisi Mamat Raimova Zilola taqdirlanadi. Ikkinchi E sinf o'quvchisi Abdurahmonov Abdulaziz taqdirlanadi. Uchinchi A sinf o'quvchisi Shuhratova Shodiyona taqdirlanadi. Uchinchi B sinf o'quvchisi Mama Yusupov Javohir taqdirlanadi. Uchinchi D sinf o'quvchisi Komiljonov Alibek taqdirlanadi. To'rtinchi A sinf o'quvchisi Xudoyqulova Mohijamol taqdirlanadi. To'rtinchi B sinf o'quvchisi Jumayev Firdavs taqdirlanadi. To'rtinchi D sinf o'quvchisi Jo'rayev Nurmuhammad taqdirlanadi.
4-E sinf o'quvchisi Umidjonov Sarvar taqdirlanadi. Xuddi shuningdek 5-A sinf o'quvchisi Xolmurodova Mohira taqdirlanadi. 5-B sinf o'quvchisi Abdusamatova Dilroza taqdirlanadi. 5-D sinf o'quvchisi Mamasaidova Oltinoy taqdirlanadi. 5-E sinf o'quvchisi Mamaziyeva Nodira taqdirlanadi. 6-A sinf o'quvchisi Sobirjonova Dilnoza taqdirlanadi. 6-B sinf o'quvchisi Komiljonova Laylo taqdirlanadi. Xuddi shuningdek 6-D sinf o'quvchisi O'raqov Shahzodbek taqdirlanadi. 7-A sinf o'quvchisi Shaydullayeva Sitora. Mama Yusupova Mohinur 7-B sinf. Sakkizinchi sinf o'quvchisi Ro'zimrodova Zarina. 8-B sinf o'quvchisi Xudoyqulova Oysulton taqdirlanadi. 8-D sinf o'quvchisi Toshdemirova Dilfuza Yangi yil bayrami bilan taqdirlanadi. 9-A sinf o'quvchisi O'roqova Ruxsora. 9-B sinf o'quvchisi Abduhalilova Sug'diyona. Xo'janova Aziza 9-D sinf. 10-A sinf o'quvchisi Ibollayeva Xayriniso taqdirlanadi. 10-B sinf o'quvchisi Abduraimova Gulsanam. 9-D sinf o'quvchisi Xo'shbaqov, kechirasizlar, 10-D sinf o'quvchisi Xo'shbaqov Sardor. 9-E sinf o'quvchisi Oltiboyeva Maftuna. 11-sinflar, 11-A sinfdan Ro'ziyev Jasurbek taqdirlanadi. 11-sinflar sovqotib qoldilarmi? Olqishlashga kuchlaring yetmayapti. 11-B sinf o'quvchisi Mingziyoyeva Aziza taqdirlanadi. 11-D sinfdan Baxtiyorov Jasurbek taqdirlanadi. 2025-2026 o'quv yilida, o'quv yilining birinchi yarim yilligida ona tili va adabiyot fanidan a'lo baholarga o'qiganligi va namunali xulqi uchun Yangi yil bayrami munosabati bilan 7-A sinf o'quvchisi To'xtamishova Shukrona ushbu faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Xuddi shuningdek 7-A sinf o'quvchisi Ravshanova Mushtari taqdirlanadi. Oxirgi vaqtlarda ta'limga respublikamiz tomonidan qaratilayotgan e'tiborlarni samarasi o'laroq maktabimizning o'quvchilari Jo'rayeva Shabnam Sherali qizi ona tili fanidan umumta'lim fanlarini bilish darajasi to'g'risidagi sertifikatni C+ darajasini olgan. Tabriklaymiz. Xuddi shuningdek, Jo'rayeva Pokiza 11-sinf o'quvchisi C darajasi bilan ona tili adabiyot fanidan sertifikatni qo'lga kiritgan. Sportning badiiy gimnastikasi turi bo'yicha sportni sev, sport bilan yasha shiori ostida Yangi yil yulduzlari
munosabati bilan o'tkazilayotgan Qumqo'rg'on tuman birinchiligida 2016-yilda tug'ilgan qizlar o'rtasida birinchi natija bilan faxrli birinchi o'rinni egallaganligi uchun Abdullayeva Charos taqdirlanadi. Sport maktabi direktori Xoliqulova nomidan. Abdullayeva Charos. Xuddi shuningdek, Norqobilova Asal taqdirlanadi. Xuddi shuningdek, Shaydullayeva Asila taqdirlanadi. Xuddi shuningdek, Norqulova Dildora taqdirlanadi. Mamaziyoyeva Maftuna taqdirlanadi. Ergasheva Madina Bonu. Va nihoyat Yangi yil bayrami munosabati bilan fizika fani o'qituvchisi Mobinov Xudoyozar aka o'quvchilarni bilimlarini saralash maqsadida kichik olimpiada o'tkazgan va g'oliblarni arzimas pul yutuqlari pul mukofoti bilan taqdirlagan. 7-sinflar o'rtasida o'tkazgan ekan. Erkinova E'zozaxon 9-sinfdan mukofotni olib ketasiz keling. 7-sinfdan Shaydullayeva Sitora. Fayzullayeva Diyora 7-sinfdan. Mama Yusupova Mohunur 7-sinfdan. Xolmamatova Asila 7-sinfdan. Xolnurzayeva Munisa 7-A sinfdan. Mamaziyeva Rohila 7-A sinf. 7-da sinfdan Shodiyeva Gullola. Nurmamatov Asrorbek 7-B sinfdan. Shoriyeva Dilnura 7-B sinfdan. Abramatova Shahrizoda. (2025-2026) o'quv yilining birinchi yarim yilligida samarali xizmat ko'rsatgan o'qituvchilarimiz taqdirlanadi. 13-sonli umumta'lim maktabining 1-A sinf o'qituvchisi Mirzayeva Zulayho, sizni ta'lim-tarbiya berishdagi xizmatlaringiz uchun Yangi yil tadbiri munosabati bilan maktab ma'muriyati ushbu faxriy yorliq bilan mukofotlaydi. Xuddi shuningdek, 1-B sinf o'quvchisi Mamatreyeva Sarvinoz opa taqdirlanadi. 1-D sinf rahbari Dulzoda opa Mirzayeva taqdirlanadi. Fatima opa Uzoqova. Aziz ustozimiz Jonqobilov Erkin aka, sizni maktabda o'tkazilayotgan Yangi yil bayrami munosabati bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Maktab ma'muriyati. Xuddi shuningdek, Baxtiyor aka Musulmonov taqdirlanadi. Ishmatov Elmurod aka taqdirlanadi. Samarali mazmunli xizmatlari uchun O'roljon Normuminov taqdirlanadi. Ingliz tili fani o'qituvchisi.
Matematika fani o'qituvchisi Ergash aka Ziyoyev taqdirlanadi. Sportdagi o'quvchilarimizni yutug'iga ko'proq hissa qo'shgan ustozlarimizdan Shuhrat aka Jumanazarov taqdirlanadi. Zakovat tadbirlarini ko'p o'tkazishda bizga odat bo'lib qolgan, faqat Javlanmanim eslaymiz-da. Javlanmanim taqdirlanadi Yangi yil bayrami munosabati bilan. Matematika fani o'qituvchisi Eshmo'minov Muhammadbek taqdirlanadi. Bugungi tadbirimizni tabriklash uchun so'z navbatini mahalla mirzaisi Ergash aka Mirzayevga beramiz. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, ota-onalar, o'quvchilar. Mana bugun hammamiz birgalikda 2025-yil bilan xayrlashamiz. Avvalo 2025-yil hamma sohada bir ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. Qolaversa bizning mahallamizda, fan tizimida albatta mana xabarlaring bor. Muhtaram yurtboshimiz mana kechagi yig'ilish selektorida siz yoshlarga katta imkoniyatlar berdi. Chunki hammamiz o'qishimiz kerak, bilim olishimiz kerak. Albatta mana 2026-yil mahalla tizimida ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Mahallani rivojlantirish, jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qildi. Albatta bugungi ajoyib bayram bilan kirib kelayotgan 2026-yil bilan sizlarni hammalaringni chin yurakdan tabriklayman. Hammangda ishinglar rivoj, sog'-omon bo'linglar, ilmda, izlanishda bo'linglar. Alloh taolo yurtimizni tinch qilsin, davlatimiz omon bo'lsin. Yaxshi kunlarda uchrashaylik. Yana bayram bilan hammangni tabriklayman. Doimo sog'-omon bo'linglar. Rahmat rais bova tilaklar uchun. Endi tadbirimizni badiiy qismini boshlaymiz. Sixondan qizlarimiz yonimga kelinglar. Shabnam. Yangi yilning oqshomi yuraklarda orzudir. Har bir ezgu niyatlar kelajakning yo'lidir. Ko'ngillarda uyg'onar yana umid, yana kuch, qadam bosar yangi yil, yuksalishlar yilidir. Assalomu alaykum qadrli ustozlar, aziz mehmonlar va bugungi bayramning eng yorqin yulduzlari bizning o'quvchilar. Bugun biz birgalikda yana bir yilni ortda qoldirib, yangi umidlar, yangi orzular va yangi rejalar bilan yangi yilni kutib olmoqdamiz. Yangi yil bu faqat taqvimdagi sana emas, u qalbimizdagi umidlarning yangilanishi, ezgu niyatlarning boshlanishi, mehr-oqibatning kuchayishidir. 2025-yil bizga ko'plab sinovlar, ko'plab quvonchlar, o'zgarishlar olib keldi. Lekin eng muhimi biz yanada kuchliroq, mehrliroq va birdamroq bo'lib qoldik. Bugun bu sahnada siz bilan bu yangi yil bayramini 11 yil davomida kutgan har bir o'quvchining quvonchi. Zero bugun oddiy kun emas, bugun orzular, niyatlar, quvonchlar va yangi umidlar kunidir. Bugun biz shu yerda quvonch bilan to'plandik. Keling barcha tashvishlarni bir chetga qo'yib, bayramning shirin kayfiyatidan bahramand bo'laylik. Keling ilk navbatni 11-sinf o'quvchilariga beramiz. Qo'shiq Yangi yil ijro etadi Abduqodirov Azizbek va Mamasharipova Fatima. Yaqroq. Bir-birlang yaqroq. Yana odimlaydi soat millari, hayot sabog'ini eslatar go'yo. Yillar to'ldiradi umr daftarim. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Yana odimlaydi soat millari, hayot sabog'ini eslatar go'yo. Yillar to'ldiradi umr daftarim. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Yangi yil bu
sog'ingan qadrdon diyor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diyor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Sog'inamiz yorug' so'zlarni, sizga aziz do'stim, aziz yurtdoshim. Shu aziz zaminga fayzlar yog'ilsin, baxtlar tark etmasin yana yiloshi, tark etmasin yana yiloshi. Sog'inamiz yorug' so'zlarni, sizga aziz do'stim, aziz yurtdoshim. Shu aziz zaminga fayzlar yog'ilsin, baxtlar tark etmasin yana yiloshib, tark etmasin yana yiloshib. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diyor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diyor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Qo'lga tutgan davra, nigohlarda bayram jilosi porlar. Qo'shiqqa aylanar yurakdagi so'z, unga hamohang raqs tushar qonlar, hamohang raqs tushar qonlar. Yangi yil qo'lni qo'lga tutgan davra, nigohlarda bayram jilvasi porlar. Qo'shiqqa aylanar yurakdagi so'z, unga hamohang raqs tushar qonlar, hamohang raqs tushar qonlar. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diyor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diyor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Tinim bilmayin, yangi yil ifodasi, yangi yil kirib keldi. Endigi navbatni 11-sinf o'quvchilariga beramiz. Yangi yil qo'shig'i ijro etadi Baxtiyorov Ozodbek va Ergash va Marjona.
O'tib ketar kunlar shodasi. Tinim bilmayin yilda yangi kun ifodasi, yangi yil kirib keldi. Azizlar, endi san'atkorlarga beramiz. Sayısız olmadı. Boralikten birge özgen canım çoralar 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 çoralar. Mine gelirken tatlı dostken canım çoralar 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 çoralar. Boralikten birge özgen canım çoralar 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 çoralar. Mine gelirken tatlı dostken canım çoralar 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 çoralar. Sudan tutardım güzel güzel aldın. Sudan tutardım güzel güzel aldın. Güzel güzel kolumda yalala baba yalala. Güzel güzel kolumda yalala baba yalala. Satıcılardan gazma, dokuculardan gazma. Satıcılardan gazma, dokuculardan gazma. Gazmalı gazmalar çiğ bahçe sancı acı. Şimdi güzel güzel kolumda yalala baba yalala. Gazmalı gazmalar çiğ bahçe sancı acı. Şimdi güzel güzel kolumda yalala baba yalala. Satıcılardan gazma, dokuculardan gazma. Satıcılardan gazma, dokuculardan gazma. Gazmalı gazmalar çayı kaçı sancı acı. Şimdi güzel güzel kulum yalala baba yalala. Gazmalı gazmalar çayı kaçı sancı acı. Şimdi güzel güzel kulum yalala baba yalala. Çufalardan ayran, güzarlardan ayran. Çufalardan ayran, güzarlardan
Ayağımda kalır basmalı gezmeler Köyün bahçeyi sancı Acı içinde Gülse yoksa kulumda Yanına baban yanına Ayağımda kalır basmalı gezmeler Köyün bahçeyi sancı Acı içinde Gülse yoksa kulumda Yanına baban yanına Şiddet işin asla yürü Hayran hayran adam Adam şalım sakladım Hayran hayran adam Şiddet sakladım Şalım sakladım Hayran hayran adam Şiddet sakladım Abu Shibela. Yangi yil kiradi quvonchlar bilan, yuraklar to'ladi shodliklar bilan.
niyatlar, orzular porlaydi yana, har bir kun o'tsin faqat ezgulik bilan. Endigi navbatni 11-D sinf o'quvchisi Baxtiyorov Ozodbekka beramiz. Qo'shiq ey do'stim. Aslida dushman Yıldızlar magnida Bu zavring Yangi yil kiradi quvonchlar bilan. Yangilanish fasli bu bayram har bir inson qalbida umid va baxt tuyg'usini uyg'otadi. Endigi navbatni 11-B sinf o'quvchisi Abdurayimova Gulsanamga beramiz. Gitarist. Alacak, salça salacak, düğüme varacak. Şu gitarist kavminizmden köyüme alacak. Gül alacak, salça salacak, düğüme varacak. Şu gitarist kavminizmden köyüme alacak. Ben sana yok 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 demeyeyim. Aşk mı bırak? Ben sana yok 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 demeyeyim. Aşk mı bırak? Göremen oylar. Göremen oylar. Maşin alacak.
alacak, keyin çay salacak. Su gitarist kalminizmden ko'nglimni alacak. Pul tapacak, mashina alacak, keyin çay salacak. Su gitarist kalminizmden ko'nglimni alacak. Ben sana yok 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 demeyim, aşkma biraz göremen oylar, göremen oylar. Ben sana yok 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 demeyim, aşkma biraz göremen oylar, göremen oylar. Ben sana yok 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 demeyim, aşkma biraz göremen oylar, göremen oylar. Ben sana yok 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 demeyim, aşkma biraz göremen oylar, göremen oylar. ishimizni 10 sinflar jamoasiga beramiz. Ertak qahramonlarni biz faqatgina ertaklarda eshitganmiz. Keling, bugun haqiqiy hayotda birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Makes everything seem small. Boshlarda faqat qizil shapkachi, osib yurar faqat qizil sumkachi. Oyog'iga kiygan qizil tuflicha, o'ziga moslab kirgan qizil yuzgacha. Oyi go'zal pari hayolimni olib qo'ydi, bir qarashda sehrlab yurakka o't solib qo'ydi. Jon pari afsar pari menga kulib qarab qo'ydi, ko'zim olmay qarashimdan sevishimni sezib qo'ydi.
Sehrliken sen meni Jodugar yalmog'i Senda gapim qolib ketdi Bilmagan bir o'g'il Ko'rgulari soxtagina Qarashlari muloyim Senda qizim qaytib boshqa Ulatmayin iloyim Sehrliken sen meni Sen jodugar yalmog'i Senda gapim qolib ketdi Aytilmagan bir o'g'il Ko'rgulari soxtagina Qarashlari muloyim Senda qizim qaytib boshqa Ulatmayin iloyim Bayraming muborak bo'lsin Megachin kelayotgan yangi yil bilan. Bayraming muborak bo'lsin Megachin. Yangi boshlanishlar va kutilmagan shirin sovg'alar olib kelsin. Endigi navbatni 11-D sinf o'quvchisi Jaylov va Shabnamga beramiz. Qo'shiq Yolg'ora. Keyif alırsan